Agar siz anchadan buyon nemis tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, hali ham gapira olmayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Nimaga sizni eshitishim kerak degan savol miyangizda aylanayotgan bo'lsa kerak. Keling, men o'zimni tanishtiray. Ismim Narimonbek Elchibekov. Ko'pchilik meni Herr Elchibekov deb chaqirishadi. Herr Elchibekov nemis tilida janob Elchibekov. 19 yildan beri nemis tilidan saboq berib kelaman. Shu yillar mobaynida o'quvchilarga maktab, kollej, universitetlarda dars berdim va hozirda o'zim asos solgan Brüder Grimm akademiyasida nemis tilidan saboq beraman. O'quvchilarim orasida turli yoshdagi o'quvchilar ham bo'lgan. 8-sinf o'quvchisi 14 yoshlik boladan tortib to 67 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar. Undan tashqari, o'quvchilarim orasida 0 dan B1 darajagacha 2,5-3 oyda chiqqanlari ham bo'lgan. Ular qanday bu natijaga erishgan? Parallel o'qish orqali. Undan tashqari B2 sertifikatni 4 oyda olganlari ham bor. Bularning qanday qilib bu natijaga erishganligini ushbu videoda men sizga tushuntirib beraman. Ustoz, nemis tilini o'rganishni qattiq xohlayman, lekin birinchi nimadan boshlashni bilmayapman. Nima qilay? Eng birinchi navbatda aniq maqsad bo'lishi kerak. Aniq maqsadingiz bo'lsagina siz tilni oson va tez samarali o'rgana olasiz. Buning uchun maqsadni to'g'ri qo'ya bilish kerak. Ko'pchilik maqsad qo'yishda adashadi. Masalan, men nemis tilini o'rganmoqchiman, men Germaniyaga ketmoqchiman degan maqsadlar. Bular maqsadlar emas. Bular oddiy xohishlar xolos. Maqsadni to'g'ri qo'ya bilish kerak. Buning uchun maqsadni aniq va konkret qo'ya bilish kerak. Shunda bizni miyamiz bu maqsad sari intilishni boshlaydi, ya'ni harakat qilishni boshlaydi. Misol uchun, men Germaniyaga ketishni xohlayman emas, men 6 oydan so'ng B1 sertifikatni olaman, 7 oydan so'ng Germaniyaga ketaman deyish. Yoki men vrachman, 7 oy intensiv nemis tilini o'rganaman va 1 oydan keyin men ishga kiraman. Xuddi mana shunday maqsadlarni qo'ysangiz, siz aniq maqsad qo'ygan bo'lasiz. Agar siz maqsadingizni aniq qilib olgan bo'lsangiz, videoni 20 soniyaga to'xtatib qo'ying va uni alohida katta plakatga yozib, dars qiladigan xonangizga yopishtirib qo'ying. Kerak bo'lsa telefoningizni ekraniga qo'ying. Har doim siz telefoningizga yoki xonangizda dars qilayotganingizda bu yozuv, bu lavha sizga maqsadingizni eslatib turadi. Ikkinchi bo'lib nima qilay maqsadim aniq bo'lgandan keyin? Agar siz maqsadingizni aniq qilib yozib qo'ygan bo'lsangiz, endi ikkinchi qadamga o'tamiz. Bu yerda qat'iy ishonch. Siz nemis tilini oson til ekaniga ishonishingiz kerak. Ko'pchilik aytadi, nemis tili qiyin, bu til oson. Yo'q, bu narsalar hammasi ularning tajribasi. Siz ularga quloq solmang. Nemis tili har doim oson bo'lgan. Nemis tilini qiyin deb hisoblaydiganlar tilni fan sifatida o'rganishgan. Albatta, bunda qiyin bo'ladi. Unda grammatika, tablitsalar, fe'llarning tuslanishi, sifatlarning turlanishi, har xil bir xil formulalar orqali miyalarni to'ldirib olishgan. Natijada ular nemis tilida gapira olmasdan til qiyin ekan, bu menga to'g'ri kelmaydi degan fikrga kelib qolishgan. Bunga misol tariqasida 55 yoshli o'quvchimni misol keltiraman. 55 yoshdagi xotin. Ularning maqsadi aniq edi. Ya'ni ular Germaniyaga ketib farzandlarim bilan birga yashayman va farzandlarim bilan bitta shaharda turaman deb maqsad qilishgan edi. Ular meni oldimga kelganda shubha, gumon asosida Herr Elchibekov, bizni miyamiz avvalgidek qabul qilmaydi, eplab ketalarmikinmiz degan xavotirda kelishgan. Men ularga to'g'ri usul bilan nemis tilini o'rgatishni maqsad qildim va ularga birinchi navbatda ishonchni berdim. Ishonch orqali ular nemis tiliga qiziqib, nemis tilini qisqa vaqt davomida B1 darajaga va qisqa vaqt davomida B2 darajaga chiqishdi. Yana bitta misolni keltirib o'taman. 8-sinf o'quvchim bo'lgan. 8-sinf o'quvchim hatto maktab fanlaridagi baholari ham past bo'lgan. Hatto o'zini adasi unga ishonchsizlik bildirgan. Lekin bu 8-sinf o'quvchi muntazam dars qilish mobaynida bu ishonchga erishdi va atrofidagi kursdoshlariga qo'shilib nemis tilida gapira boshladi va qisqa vaqt ichida u B1 darajaga chiqdi.
Buni hattoki guruhdoshlari ham kutmagan edi. Bu yigitchada ishonch masalasi, uning atrofidagilarni ishonchsizligi uni juda ham passiv o'qishiga olib kelgan. Va men unga ishonch bildirganman. Demak, sen uddalaysan, bu narsani qilasan, shu orqali u nemis tilini bebir darajada juda ham yaxshi ballar bilan topshirdi. Hozirgi ayni vaqtda u B2 sertifikatini olgan, Germaniyadagi meditsina universitetlariga tayyorgarlik ko'ryapti. Aniq maqsad va o'ziga bo'lgan ishonchdan so'ng keladigan keyingi qadamimiz bu to'g'ri ustoz tanlash. To'g'ri tanlangan ustoz sizni qisqa vaqt ichida natijaga erishtiradi. Yomon ustoz esa yillar davomida vaqtingizni olib, sizni natijadan to'sib, bezdirib qo'yishi ham mumkin. To'g'ri ustoz tanlash uchun 4 ta jihatga e'tibor berishingiz kerak. Birinchisi, faqat grammatika o'rgatadigan ustozdan voz keching. U sizga shu darajada ko'p porsiyalarda grammatik strukturalarni, jadvallarni beradiki, siz hattoki til o'rganishdan qisqa muddat ichida bezib qolasiz. Tasavvur qiling, siz to'yga bordingiz, sizni oldingizga ofitsiantlar juda ham chiroyli taryalkalarda ovqat olib keldi. Bu ovqatni yaltirab turgan vilka, qoshiq, pichoq bilan yeya boshlaysiz. Lekin siz borgan restoranda katta bir qozonni oldingizga olib kelib cho'mich berib qo'ysa, siz yeya olasizmi? Albatta yo'q. Siz uni oxirigacha ham yeya olmaysiz. Va natijada ovqat turib qoladi va achib qoladi, yo'q bo'ladi. Xuddi shunday grammatik qoidalar bilan sizni vaqtingizni olayotgan ustozlarni bilsangiz, darrov ulardan voz keching. Grammatikani kichik porsiyalarda o'rganing. Xuddi boya aytganimdek, ofitsiant sizga olib kelgan kichik bir taryelkadagi ovqatni tanovul qilganday. Siz kichik porsiyalardagi grammatikani muntazam tarzda, dars jarayonida, oddiy vosita sifatida o'rgansangiz, demak sizni grammatik bilimlaringiz ham oshib boradi. Yana qo'shimcha qilib o'taman. Grammatika siz gapirayotganingizda atigi 5 dan 1 qismini tashkil qiladi xolos. Qolgan qismlarda siz jim qolasizmi? Siz gapirishingiz kerak. Siz gapirayotganingizda grammatika qoidalari sizni to'smasligi kerak. Ikkinchi jihat, yuzlab so'zlar berib, uni amalda qo'llatmaydigan ustozdan voz keching. Har kuni siz yuzlab so'zlarni yodlaysiz. Alohida so'zlarni yodlaysiz, lekin ularni birorta ham gapda ishlata olmaysiz. Gapirganingizda u so'zlar kelmaydi. Bizning miyamiz aniq konkret strukturalar bilan ishlaydi. Tasavvur qiling, Lego o'yinini bilsangiz, tayyor qurilgan Lego uy tarzida bizni miyamiz qabul qiladi. Uni o'qituvchingiz 100 ta so'zga bo'lib bersa, u strukturani miya qabul qilmaydi. Chunki miya aniq konkret strukturalar bilan ishlaydi. Shuning uchun siz so'zlarni alohida emas, balki yonidagi sherigi bilan yodlashingiz kerak. Misol uchun, bunday strukturalar juda ham ko'p. Misol uchun, einen Job haben. Ich habe einen Job. Ich habe einen Job als Kellner. Ich habe einen Job als Kellner bei Melita Aumlar. Ich habe einen Job als Kellner bei Melita Aumlar in Tashkent. Ko'ryapsizmi? Ich habe einen Job, bu arbeiten, ishlamoq degan. Demak, habani sizga alohida, einen Jobni alohida, alsni alohida, bayni alohida qilib bersa ustozingiz, demak bu sizni miyangizni gapirishdan to'sib qo'yadi. Shuning uchun bu holatni sezishingiz bilan darrov bundan voz kechishingiz kerak. Uchinchi jihatga kelsak, ustoz tanlayotganda ustozga to'laqonli ishonishingiz kerak. Agar siz ustozingizga to'laqonli ishonmasangiz, siz miyangizda blok, ya'ni ilm yo'lini to'sib qo'yasiz. Misol uchun, darsga kelgan paytingizda, proba darsga kelgan paytingizda ustozimni darajasi qanday ekan? Ustozim menga dars bera olarmikan? Qayerni bitirgan ekan? Qanaqa sertifikatlari bor ekan?
degan xayollar bilan kelsangiz, bilib qo'yingki, siz bu holatda o'zingizni bloklab qo'yasiz. Oxirgi qadam. Boshlang'ich daraja uchun ham eng kuchli ustoz tanlash kerak. To'rtinchi jihat, boshlang'ich daraja bo'lsa ham eng kuchli, eng tajribali ustozni tanlash kerak. Menga student ham bo'laveradi yoki menga tajribasiz ham bo'laveradi, arzonrog'i bo'laveradi deyish kerak emas. Bu holat sizni avvaldan olib kelgan materialingizni tajribasiz ustozga, ya'ni tajribasiz tikuvchiga berganday gap. U agar sizni andozangizni noto'g'ri kesib qo'yilsa, keyingi tajribali ustoz ham uni to'g'rilay olmaydi. Siz qaytadan materialingizni olib tashlab, yangi material olib kelishingizga to'g'ri keladi. Lekin bu paytda siz juda ham ko'p vaqt va juda ham ko'p mablag' sarflab qo'ygan bo'lasiz. Mana sizlar bilan 4 ta o'qituvchi tanlashda, ya'ni ustoz tanlashda 4 ta jihatni ko'rib chiqdik. Birinchisi, demak, grammatika o'rgatadigan ustozdan voz kechish kerak. So'zlarni ro'yxat qilib yodlatadigan ustozdan voz kechish kerak. Uchinchisi, ustozga to'liq ishonch bildirish kerak. To'rtinchi jihat, boshlang'ich darajada bo'lsangiz ham ustozni eng tajribalisidan foydalaning. Keyingi qadam esa intizom. Biz bilamizki, nemislar juda ham intizomli xalq. Intizom bo'lgan joyda, demak, natija bo'ladi. Intizomlilik bu nemisda Pünktlichkeit deyiladi. Demak, darslarni o'z vaqtida bajarib borishingiz va darslarda o'z vaqtida qatnashishingiz kerak bo'ladi. Intizomsizlik kuni ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Intizomli o'quvchi har kuni o'ziga aniq vazifa belgilab oladi va har kuni nemis tili bilan 2 soatdan o'zi ustida ishlaydi. Haftada 3 kun bo'ladigan darslar esa bolani zeriktirib, bir kun vaqtim bor-ku, ikkinchi kuni qilarman, darsga borishdan oldin qilarman deb keyinga surish orqali, demak, intizom qilmasangiz, natija qilmasdan yuraverasiz. Endi intizomli bo'lganimdan keyingi etapda nima qilishim kerak? Intizomlilik bo'lishdan keyingi qadam bu tabiiy o'rganishga ruxsat bering. Ya'ni o'zingiz tilni bolaligingizda qanday o'rgangansiz? Grammatika asosidami yoki qoidalarni yodlab o'rganganmisiz? Yo'q, siz tabiiy holatda ota-onangizga taqlid orqali o'rgangansiz. Atrofdagi ovozlarga taqlid qilgansiz. Bolaga razm solib ko'ring. Kichik bir ukangizga yoki singlingizga qarang. U tili chiqayotganda vaziyatlarga, odamlarga taqlid qilib, o'zini tilida gapira boshlaydi va sekin-astalik bilan bu taqlid jarayonida tili rivojlanib boradi. Buni yana bir oddiy misol bilan meditsina talabalariga bunday tushuntirish mumkin. Ya'ni siz jigaringizni Hindistonga borib, boshqa odamning jigariga almashtirib keldingiz. Bu jarayonda sizni tanangiz bu begona jigarni olib tashlashga harakat qiladi. Ya'ni tanangiz kurashadi. Shuning uchun kuchli preparatlar yordamida sizni tanangizga immunitetni oshirmaydigan medikamentlar berib boriladi. Natijada bu bechora jigar u yerda muallaq qolishga mahkum va bu rivojlanmasdan yana turli kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. 19 yillik dars jarayonida men juda ko'p o'quvchilar bilan ishlab ko'rdim va bu natijada bu tabiiy usulda nemis tilini o'rgatishga harakat qildim va bu juda ham hozirgi kunda yaxshi natija beryapti. Shu sababli biz Herr Elchibekov shulada nemis tilini tabiiy holatda o'rganishni muhitini yaratganmiz. 19 yillik tajribam asosida 10 mingdan ortiq o'quvchilarni o'qitib, yuqori B1, B2, C1 darajalargacha o'quvchilarni tayyorladim. Juda ko'p o'quvchilarim Germaniyada yashab, ishlab kelmoqda. Ular birinchi darsga kelgandayoq ich heiße, ich komme aus, ich arbeite als, deb gapira boshlash kerak. Agar siz ham birinchi darsdanoq ich heiße Nariman Beck, ich komme aus Uzbekistan, ich arbeite als Deutschlehrer deb boshlashni xohlasangiz, pullik darslarimizni birinchi darsini bepulga YouTube'ga qo'yib qo'yganmiz. Siz bu videoni bemalol ko'rib gapirishingiz mumkin. Nemis tilini tarjima qilmasdan o'rganing. Xuddi boricha qabul qiling. Uni tarjima qilib o'zingizni tilingizga o'girishingiz shart emas. Uni o'rniga siz tayyor birliklarni, tayyor strukturalarni o'rganishni boshlang.
Bu xuddi razgovor degani, yo kitobchada gaplarni yodlashga o'xshabmi? Yo'q. Dars jarayonida men уже shu darajaga mashqlarimiz olib boradiki, o'z-o'zidan yodlanib qoladi. Onlaynda ham shunaqasi bo'ladimi? Onlaynda ham shunaqa. Qanaqa bo'ladi? Buning uchun qatnashishim kerak-da. Onlaynda ham o'zingiz bilmay qolasiz uni ishlata olayotganingizni. Rostdan. Albatta. Boyagi birinchi darsingizni ko'rishim kerak ekanda. U birinchi darsim emas, birinchi darsimdan ikkinchisi bu. Birinchi dars deb qo'yilgan, ihkoma deb boshlanadi. Birinchisi boshqa. Zo'r. Ko'p eshitsangiz yaxshi gapirasiz, ko'p o'qisangiz to'g'ri yozasiz. Bu 6-qadam edi. Agar siz o'zingizga ma'qul bo'lgan mavzulardagi audio tekstlarni eshitib borsangiz, bu sizni gapirishingizga yordam beradi. Agar siz 30 daqiqa har kuni o'zingiz yoqtirgan mavzudagi tekstlarni ovoz chiqarib o'qisangiz, to'g'ri yozishni boshlaysiz. Shunaqa tekstlar bormi? Topolmayapmiz. Qayerdan topsa bo'ladi? Bizni kitoblarimizda o'zi tayyor berib qo'ygan, hatto videolari ham berilgan. Kitobning oti nima? Mention. O'sha onlayn kursimizda bormi u ham? Ha, bizni Mention kitobimiz, ya'ni Huber Verlagda chiqqan Mention kitobimizni kurs buxida har 3 ta leksion o'tgandan keyin maxsus o'qish uchun tekstlar beriladi. Bu tekstlar juda ham qiziqarli. Bu yerda Landeskunde Germaniyani geografiyasi to'g'risida, Germaniyadagi mashhur insonlar haqida, nemislarning milliy taomlari haqidagi juda ham qiziqarli tekstlar beriladi. Arbeitsbuch workbookda bu tekstlar yana ham boyitilgan. U yerda literarisch, ya'ni adabiy tekstlardan parchalar berilgan. Bu parchalarni ovoz chiqarib o'qib borilsa, nafaqat yozma nutq, balki og'zaki nutq ham rivojlanib boradi. 7-qadam natija qilishingizga xalaqit beradigan xatolardan ehtiyot qiling. Bular qaysilar? Bir vaqtning o'zida hamma ishni boshlash. Masalan, ba'zi o'quvchilarimiz kelishadi. Bir paytda meni ingliz tilim bor, meni biologiyam bor, ximiyam bor, boshqa fanlarim bor. Yo'q. Agar siz natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, barchasidan voz keching, faqat nemis tilini oling va uni ushlang, mahkam ushlang. Ikkinchi xato esa keyinroq boshlayman deb orqaga surib qo'yish. Bu ham sizni natija qilishga to'sqinlik qiladi. Misol uchun, juda ko'p o'quvchilarimiz bizga murojaat qilishadi, nemis tilini o'rganishga. Men hozir mana bu ishimni qilib olishim kerak deb keyinga surib qo'yaveradi. Goethening bitta gapi bor. Keyinga surilgan ish boshlanmagan ish deyiladi. Boshlanmagan ish esa oxiri yo'q. 3-xato esa natijalarni juda tez kutish. Juda ko'p o'quvchilar hovliqishadi. Sabr bo'lmaydi. Ular 40 kun davomida muntazam tilni o'rganib borsa, hovliqmasdan o'rganib borsa, tilni ichiga o'z holatida, ya'ni o'zi bilmagan holatda kirib ketadi. Agar siz 3 ta xatoni oldini ola olsangiz, natijaga juda ham tez chiqasiz. Sizlar bilan biz hozir 7 ta qadamni o'rganib chiqdik. Bular: maqsadni to'g'ri qo'yish, nemis tilini oson ekanligiga ishonish, to'g'ri ustoz tanlash, intizomli bo'lish, tabiiy yo'l bilan nemis tilini o'rganish. 6-qadam: ko'p eshitsangiz, shuncha yaxshi gapirasiz. Ko'p o'qisangiz, shuncha to'g'ri yozasiz. 7-qadam esa natijaga chiqadigan xatolardan ehtiyot bo'ling. Siz bilan 7 ta qadamni hozir ko'rib chiqdik. To'g'risini ayting. Siz bunday videolarni juda ham ko'p ko'ryapsiz. YouTube'da bunday videolar son-sanoqsiz. Lekin siz bu videolarni ko'rib til o'rganib qola olmaysiz. Tasavvur qiling, siz 6 oy davomida til o'rganishga fokusingizni qaratdingiz va qarabsizki, siz hayotingizni o'zgartira oldingiz. Buning uchun sizga intensiv tarzda tuzilgan interaktiv nemis tilidan onlayn darslar tuzib chiqdim. Men 19 yildan beri nemis tilidan saboq berib kelaman va bu davr mobaynida men juda ko'p metodika asosida darslar o'tdim va eng yaxshi qaymoq metodikalarni bu interaktiv darslarimda men sizga tayyorlab qo'yganman. Bu interaktiv darslar birinchi darsdanoq gapirtiradigan, grammatikani faqatgina vosita sifatida o'rgatadigan va sizni zeriktirmaydigan darslardir. Demak, nima qilishimiz kerak oxir-oqibatda? Bugun qaror qilsangiz, yarim yildan keyin siz nemis tilida gaplashadigan
odamga aylanasiz. Dasturimizga yozilish uchun hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Men sizni onlayn darslarimizda kutaman. Auf Wiedersehen!